Oyligini ko'ringlarchi. Aka necha pul qilishdi buni? 21 million. Savdo yo'q. 14,5 beryapti. 14,5 berilmayapti. Bu aka necha pul oldi? Yo'q. Berilmayapti. 16 million 100 ming. Voy, asal. Arzon bo'pti akalar. 16 million 100 ming. 17,200 savdo bo'lyapti. Bu aka necha pul qilishdi buni? 22 ga. Ha, foydasiz sotadi. 23 millionga olinibdi akalar. Mana akamiz ochig'ini qo'ydi. Assalomu alaykum, qadrli Arzon joy kanali kuzatuvchilari. Xudo xolasa 21-fevral Andijon viloyati Xo'jaobod mol bozoridamiz. Boqim imkoniyati qatorida xudo xolasa kuzatib tursanglar, realniy barakalardan xudo xolasa olib inshaalloh sizlarga taqdim qilishda davom etamiz. Obuna bo'lmagan akalar obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa har kuni yangi barakalardan, svejiy barakalardan chiqarib boramiz inshaalloh. Yo, bu atrofda masaga. Shu ikkalasini savdo bo'lyapti hozir. Bu aka necha pul oldi? Sotiladimi? Olani ko'raylik, rasistlar bo'ldi. Aka necha pul qilishdi oxiri? 17,5. Savdo qilasizmi? 17,5 beryapti. Bu xolisa arzonroqqa bitib qoladigan shekilli shuni qilamiz. Bo'ldi, nariyadi. Ichkarida vahima bo'lyapti. Buni suvayligini ko'ringlarchi. Aka necha pul qilishdi buni? 21 million savdo bo'lyapti. Necha pul so'radingiz o'zi? Savdo qildik. 21 million. Kelamiz suvaylik. Go'zal narsaga menimcha dehqonchilik. Qiziqqanlarga nomerni olib qo'yamiz hozir. Qator bog'lansanglar bo'ladi. Yosh qanaqa bu aka buni? Endi 100 maşallah. O'zlik bolisizmi aka? Dehqonchilik shekilliga. Bitta nomer qo'yib qo'ysak bo'ladimi aka qiziqqanlarga? Yo, mana shu yerda sotamiz. Xohlasa. Hech pul so'radi o'zi. 25 kami bor. Bir tish buzibdi akalar, 21 millionga berilmadi. Ammo o'ta ham suvayli narsa ekan. Oyoq qo'llari xohlasa joyida. O, oyog'ini qarang, baquvvatligi. Orqalari ham ideal, chotki kelgan orqalar. 21 millionga ichi qo'shib olsa bo'laveradigan xotirjam. Aka necha pul qilishdi buni? Aka. Hozirga necha pulga bermadi oxir? 14,5 beryapti. 14,5 ming berilmadi. Bu aka necha pul oldi? Yo'q. Endimi? 14,5 ga o'zimizni uqalani. Bu necha pulga berdi olasiz? 17,5. 17,5 berilmayapti. Shu yomg'ir yog'ib o'ylab ketyapti uqalani. Hamma panaga boshyapti. 17,5 ga berilmabdi. Orqalari yaxshi ekan. Moqmalar qatorlamiz. Bunga necha pul berishyapti? El qatori so'ramayapti hozir. El qatori 17 ga to'layapti. Yo'q, to'g'ri. Yo'q, hech qoladi degan yo'q. Necha pul berdi aka? 200 kelishuvdi ekan. Ha. Aka boshqatdan boshlayapti. Videoga olyapsiz. Ha, 17,200 pul beryapti akalar. 17,200 ga berilmabdi, akam savdo qilib boshqana. Berilmagani 17,200 ekan. Orqalari ham. Qirg'iziston parodi ekan. Birkalari bor, endi eski kirib tushganlardan bo'lishi mumkin. Lekin orqasija bunaqa emas. On 9,2 ga berilmadi. Bu aka necha pul yotdi bu? 16 million 100 ming. Voy, asal. Arzon bo'pti akalar. 16 million 100 ming. Bo'y basti narman. 1.15 1.20 bo'y. 16 million vaqti zo'r bo'ldi. Arzon bo'ldi bahos. Menimcha foydalangan olish akalar. Shu 17 atrofida sotsa kerak. Qora. Ulubek. Chiroqdan aka. Ulubek.
Baraka yo'qmi nima aka? Hech pul berishdi? Yo'q, tushmas, mol tushyapti. Hech pul qilishdi aka buni? 1700 savdo bo'lyapti. Mana 16 million bu orqasi yo'q lekin oyoq qo'li joyida suvali narsa ekan, o'ta hozir arzon bo'ldi. Arzon joyi aka. Arzon joyi. 17.2 ga berilmayapti. Lekin orqalari bor, chiroyli, ko'ruvchan narsa. Yapti akalar, yomg'irlar yog'yapti. Xohlasa davom etyapmiz biz. Bo'zakchalar qatoriga alohida o'tamiz kerak. Ikkinchi qismda video bo'ladi hozir. Faqat boqmadan olib beraylik, xohlasa chiroyli qilib. Boyagi nech pul qilishdi buni? 22 ga berilmayapti. Toza shvit emas. O'zimizga esli shvitlardan berilgan. 22 ga berilmayapti. Jonivor. Meslilarda ko'ringlarchi. Aka nech pul qilishdi oxiri? 18 yarim. 18 yarim. 18 yarimga berilmoqda. O'zimiz Meslilarda davoy variantida. Aka nech pulga bermadi oxiri? Aka 240 million. 10dagi emas bu. Boshqa? Ikkalasi 40 millionga berildi. Jonivor. Shu ikkalasi 40 millionga berilmayapti. Lekin yaxshi narx bo'pti. Agar bersa, xudo xolasa arzon qiradi yo bu. Qo'shilib ketsa xizmat degan. Mana bu sariq. Mana savdomiz bo'lyapti. 17.2 dek. O'qamiz. Aga simentalmi Greenfordni chiqibdi. Buni savdo bo'lyapti. Yo'q, nari ikkita. Ona Mickey Mouse'larmi? Nech pul dedilar? 37. 37. 18 yarimdan. Pul ellarga shu Mickey Mouse bilan shu narigisiga. 37 ga savdo bo'lyapti. Setga berilmoqda. Tozasi emas. Oxiri nech pul qilishdi aka? Ha, foydasiz sotadi. 23 millionga olinibdi aka. Mana akamiz ochig'ini qo'ydi hozir. Mana 23 ga. Shu gibrid berkalari bor ekan, uni gibrid. 23 millionga olinibdi, foydasi bo'lsa sotadi. Bu 23 ga olibdi o'zi. Hozir baraka yo'q. Aka. Hali savdoni qattiq bo'lyapti. Juda. Yo, gibrid shvitdagi. Nech pul edi aka? Nariginisiga ham? Buni ham savdo bo'lyapti. Narigisiga 23 berilgan. Bu 23 ga olindi aka. Bunga 23 berilyapti. Sifati pul olib qoldilar. Boyagi nech pul qildi akamiz? 20 yarim beradi. 20 yarim. Zo'r. Keladimi? Orqalari joyida ekan. Boqadigan akalar bo'lsa, mana 20 yarimga agar bitib qolsa, xudo xolasa mol sifatiga qaraganda yaxshi. 20 yarimga. Xo'jobod mol bozoridamiz aka. Boqmalar qatorida. Ertalabda barakalarni olishda davom etyapmiz. Xudo xolasa mehnatimizga lang bo'lsin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa har kuni shunaqa videolar chiqarishda davom etamiz akalarimiz. Shu qorani savdo bo'lyapti. Nech pulga bermadi oxir aka? 60 dan?
Taroziga so'ralibdi aka, 60 ming. Shu etli nasik. Shu oldidan ketayotgan ekan. Bismillah. 60 mingdan taroziga. Savdoni qattiq bo'lyapti. Jinni foyda qilyapti. Allohga shukr, jinni foyda qilyapti. 21 million 300. Mana akalar. Qirg'iziston shekilli tagi bor. 21 million 500 mingga siz sotdi. Siz qarab qo'yamiz, oling. Baqqalim aka, yengil baraka qiling. 100 ming yarim berdi. 21 million 500 mingga besh chiqmay qo'y, hozir haqi oling. Mana 21 million 500 ming. Sotildi akalar, o'ta ham baland narsa. Qo'l. Tagi Qirg'iziston menimcha akalar buni. Chiroyli narsa. Sifatiga go'zal ekan. Tagi Qirg'iziston shekilli aka bu. Yo'q, aka, Esdami? Birkalari bilan u 21,5 ga baraka bo'ldi. Xolos issiq barakalarni aka. Aka 500 ming foyda berasiz. Endi haligi siz foyda. Bu yog'i qo'lma-qo'l olyapti xolos. 1,5 million. Boqmalar kichkinalar ham o'tib qolibdi akalar bu yoqqa. Xohlasa barakalar bo'lyapti. Bu baraka yo'qmadimi aka bu? Nech pul? 21 million 400 mingga. Mana akalar. Baraka bo'libdi. 21 million 400 ming. Olinibdi. Yaxshi narxlar ha, akalar. Kimdir arzon, kimdir qimmat deganda. Qara ko'rsataylik akalar. Dadil baraka yo'q bu bozorda. Ishtir baraka. Akasi, Bular baraka yo'qmadimi aka ikkosi? Ikkosi baraka yo'qmadimi? Ha, 10 16 dan bo'lsin. Qo'shmayman, jo'natqa meni qiylanib olaman meni. Baraka bo'lsin. Buni so'raylik akalar. Qanchaga bermadi aka? 25,5 berilmadi. Qancha so'rayapsiz? 30 deyapmiz ha. 30 kam bor. Yosh qanaqa? Yosh. 1 yoshda o'tdimi? Kurash chiqmadi. 30 so'rayapti. Qancha dedi aka? 25,5 ga bermadi dedimi? Chiroyli narx bo'ldi-ku. 25,5. O'ylachi 30 so'ralyapti ekan. 25,5 zo'r narx bo'ldi dedi. Boyka bozaringiz bersin Ahmed. Sog' bo'linglar. Akalar Xo'jobod mol bozoridan boqmalardan video qildik, xudo xolasa. Hozir buqachalar qatoriga o'tishga harakat qilamiz. Yomg'ir yog'yapti, mehnatimiz uchun bitta like bosib, kommentariyada podpiska qilib, obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni shunaqa chiroyli barakalarni olishda davom etamiz. Arzon joyda qolinglar. Xudo xolasa kanalimizda mehmonlar bir qator videolarni ko'rib, uyda yoki shu ko'chada